ishora bo'lgan oyatlar nozil bo'lgan. Osmonga qara, yerga qara, suvga qara degan oyatlar nozil bo'lgan. Hali namoz farz emas. Nimaga desa, osmonni tafakkur qilib, to'xta, haqiqatan buni banda yarata olmasa, banda aylantira olmasa, demak uni Robbisi bor. Ana tavhidga aloqador oyatlar nozil bo'ldi. Odamlarning hammasini Xudoga ishontirilgandan keyin ibodatlar farz bo'lishni boshladi. Namoz farz bo'ldi, roza farz bo'ldi, zakot farz bo'ldi, haj farz bo'ldi. Madina davri 10 yil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 23 yil yashagan bo'lsalar, payg'ambarlik davri 40 yoshdan keyin 13 yil Makka davri bo'ldi, 10 yil Madina davri bo'ldi. Madina davri hukm davri hisoblanadi. Ana shu Qur'onda 3 ta narsa aylanadi. Birinchisi demak hukmlar, tavhid va qissalar. Yaqinda bir mufassirning gaplarini eshitib, taajjubga tushdim. Bu Qur'on shunaqa bir buloqga azizlar, tugamaydi. Buloqni bilasiz, bilqillab chiqaveradi. Qur'on shunaqa buloq bu. Mo'jiza kitob. To qiyomatgacha Qur'onni tafsiri tugamaydi. Unutmang. Hozir Qur'onning 10 ming xil tafsirini o'rganib bo'lishdi odamlar. 10 ming xil tafsiri bor. Qur'on nozil bo'lgandan beriga 10 ming xil bir-biriga o'xshamaydigan tafsir bor. Hali endi qiyomatgacha qancha yashaydi insoniyat Alloh biladi, tafsir tugamaydi. Eng qizig'i bir-biriga o'xshamaydi. Hammasida manfaat. Buloqqa o'xshab chiqadi. Mo'jizaligi shunda. Aytayaptiki, bir sharqshunos savol berib qoldi mufassirga. Men tushunmayman, Baqara surasida nima bor o'zi? Bir qarasang Muso to'g'risida gap ketgan, bir qarasang Odam alayhisalom to'g'risida, bir qarasang yana bir boshqa masalalar. O'zi nima bu kitob? Qo'pol qilib aytganda, kasha degan. Kashada sutdan bor, hukm bor, shakar bor, saryo bor-ku endi kasha. Shunda endi biz shunday tushunamiz ekanda, lekin buyuklar Alloh taolo ochib qo'ygan, ilmini ochib qo'ygan insonlarni tafakkuri ham, xulosasi ham boshqacha. Shunda aytgan ekanlarki, sen Qur'ondan xato izlab o'qigan ekansan-da, shuning uchun Xudo senga haqiqatni ko'rsatmabdi. Sen Qur'ondan ilm o'rganaman deganingda ochib qo'yarsan. Sen nega devding, senga ko'r qilib qo'ydi. Summun bukmun umyun qilib qo'ydi. Kar, ko'r, soqoq qilib qo'ydi senga. Sen Qur'onda inshaalloh bir ma'rifat o'rganaman deb ilm ochib qo'ysin. Baqara surasida 3 ta narsa bir-biriga mujassamlashgan. Birinchisi Muso alayhisalomning qavmi haqida kelgan. Muso alayhisalomning qavmi nima edi? Qaysar xalqi. Bittasi o'lib qoldi, sigir so'yish buyuruvdi. Mana qoragam kecha o'qib berdilar. Qanaqa sigir dedi. Yosh qanaqa dedi. Keyin rangi qanaqa dedi. Alloh taolo sigirni so'yinglar dedi. Lekin bu qaysar xalq qanaqa deyurdi. Alloh taolo ham ularga buyurdi. Unaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin, sariq bo'lsin. Safro faqi'ul lamnu hatasuruna degan ko'rganlarga ko'zini quvontirdi. Haligi jinnilar shu sigirni keyin izladi. Rosa izlovdi, bir kampirniki bo'lib chiqdi. Bu kampir ham turib oldi. $200,000 bermasang bermayman. Borib bitta $1000 bitta sigir olib kelib so'ysa ishi bitardi. Bu qonunlar o'zlariga shariatda og'ir qildi. Natijada bitta kampirniki chiqdi. $200 bermasang sigirini bermayman. Ana birinchi qavm Muso alayhisalom qavmi haqida ketdi. Muso alayhisalomning qavmi qaysarlik qiluvdi, natijada ularning shariati og'ir bo'ldi. Endi shu yerda esda kelganda aytib ketaman. Bizning shariatimiz eng yengil shariat. Bizda kiyimingizga najas tegsa 3 marta yuvsangiz nima bo'ladi? Pokiza bo'ladi. Ularni Muso alayhisalom davridagi shariat og'ir bo'lgan. Kiyimiga najas tegsa kesib olib tashlash kerak. Bizda gunoh qilsa tavba qilish bilan Alloh taolo kechirishga umid qilamiz. Muso alayhisalom davrida gunoh kabira qilgan odam o'zini o'ldirish kerak bo'lgan. Yo'li shu bo'lgan, boshqa yo'l yo'q. Nimaga? Qaysar bo'lgandan keyin shariat ham shunga yarasha bo'lgan. Shayx aytayaptilarki, birinchi Baqaradagi mavzu, demak bu mavzu bunaqa Muso alayhisalomniki. Bunda bitta katta ibrat bor. Muso alayhisalomning qavmi qaysarlik qildi. Muso alayhisalom Robbisi bilan gaplashgani ketuvdi. Hop. Mana. Muso alayhisalom qavmi qaysar bo'ldi. Natijada Alloh taolo ularning boshiga nima musibatlar yetkazdi. Ikkinchisi Odam alayhisalom. Keling shu ayollarni ham xafa bo'lmasin, savollari bor ekan, bitta o'qib o'raylik.
SMS qilib jo'natdingizmi? Kamu katta masala. 3-4 kilo bir to'plab berishdi. Xo'p, birinchi savol, ayollar erkaklarga o'xshab yaqin turish kerakmi bir-biriga? Erkaklar yaqin turishadi-ku, shayton otmasin deb. O'sha ma'noda deb so'rabdi. Ya'ni saf masalasida so'rabdilar. Ha, bir-biriga yaqin turadi. Bir-biriga yaqin turadi. O'zi safda nima uchun bir-birimizga yaqin turamiz? Birodarlikni his qilish uchun. Ikkinchi savolda aytibdilar, o'sha bir ayol masalan er vafot etdi, mahram yo'q, yashayapti. Shu qanchalik to'g'ri? Uchun so'ralyapti. Shu mavzuda sizning fikringiz. Mening fikrim emas, shariat masalasi bor. Deylik, bir inson mana shu yerda yashaydi. Shu yerda yashaydi, bola chaqali bo'lgan, er o'lib qoldi. Mahramsiz yashayapti deylik, endi u shu vatani uchun u. Lekin Toshkentda yashaydi-da, mahramsiz bu yoqqa kelsa, u endi durust bo'lmaydi. Erga tegish kerak, yo bu yoqqa kelib erga tegish kerak. Shunday yaxshi bo'ladi. Domlani prямой namozni to'g'risida turib jonli-jonsiz bo'lish kerak emas. Kifillikka bo'lib qoldi ba'zilar. Xo'p, bizda Qoragani hozir ana xat bilan ayollarga kamera qo'yib qo'yganda endi. O'zi aslida mana bu ma'ruzamizni eshitish uchun qo'yilgan u. Xatimda bizni ko'rishlari shart emas u. Hozir aytishyaptiki, oldimizga qo'yib qo'yilgan shu to'g'rimi deb. Yo'q, uni chetiga surib qo'yish kerak. Faqat bizni ovozimizni eshitsa bo'ldi. Yo'q, o'chirib qo'yish kerak uni. Xatim domlaga qarab o'qilmaydi. Ovozimizni eshitayotgan bo'lsa, iqtido qilaversin. Endi imkoniyat yo'q, o'zi aslida ayollar erkaklardan ortida turish kerak. Endi sizlarda vaziyat shunaqa, shuning uchun bu shariatni og'irlashtirish kerak emas. Alohida o'qishyaptim, bizni safdan o'tib ketmasin faqat. Bizni safdan o'tib ketmasin, televizorga qarashmasin, televizorni o'chirib qo'ysin, shu kalonkada eshitib bizga iqtido qilsin. Xo'p, haqida ma'lumot. Eng muhim вопрос. Londonda halol harom masalasi debdi. Endi halolga e'tibor bering, haromdan qoching shu. Endi har bir ovqatni, taomni biz alohida darajada beta olmaymiz. Demak, inson, musulmon inson yeyotgan, ichayotgan narsasiga e'tibor beradi. Bizning shariatda harom aniq aytilingan va halol ham aniq aytilingan. Harom bizda nihoyatda sanasa bo'ladigan darajadagi ishlar harom, yeydigan narsalar. Ruxsat berilganini adadi yo'q. Ba'zilar aytadi, islomda uni harom deydi, buni harom deydi. Hoy, sen o'rganib chiq, nechta narsa harom. Barmog'imiz bilan sanasak bo'ladi. Lekin halol bo'lgan narsani va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Meni halol qilib qo'ygan ne'matlarimni sanasanglar oxiriga yeta olmaysizlar deydi. Sinov o'laroq bir nechta narsa harom qilingan, yeydigan ichadigan narsa. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Londonda yashaysizmi, O'zbekistonda yashaysizmi, boshqa yerda yashaysizmi farqi yo'q. Musulmon inson yeyotgan, ichayotgan narsasini halol haromiga e'tibor beradi. Xo'p, bolani qanaqa qilib namozga o'rgatsa bo'ladi? Yomon ko'rdirib qo'ymasdan. Muhabbat qildiring. Namoz o'qisang duo beraman deng. Namoz o'qisang duo beraman deng. Kichkina bolalar. Urmang, so'kmang. Chunki bezib qoladi. Bolani namozga muhabbatli qilish kerak. Ikkinchisi, ota-ona tinmay duo qilish kerak. Mana Ibrohim alayhisalom duo qildilar hozir ota bo'lib. Men payg'ambarman degan yo'q. Ana endi hozir mana opalarimiz eshityapti bizni. Men bitta voqea esimga tushib qoldi. Men tarjima qilganman. Buni ko'p ishlatganmiz. Bir ayol shu qizini namoziga o'qi der ekan, o'qimas ekan, dangasa ekanda. Hech bir o'zicha o'qimas ekan. Keyin bir kuni shu bilan urush janjal bilan namoz o'qitar ekan zo'r aka, bir kun qizim asr bo'ldi o'qimading desa, hozir o'qiyman deb xonasiga kirib ketibdi. Keyin derazadan poylasa, joy namoz shuni otashadi, divanga borib yotibdi. Bir 10 daqiqa chiqqandan keyin o'qidim deb chiqibdi. Uni endi ona ko'rgan. Keyin ona bir tarsak tushiribdi bolasiga. Ahmoq, sen mana deyapsan, Xudoni aldamaysan. Men onaman, otang o'lib ketdi. Qiyomatda biz senga javob beramiz ota-ona bo'lib. Namoz o'qi, men o'lsam ertaga nima qilasan? deb jahl chiqib ketdi-da.
Shu bilan ha debdi-yu, baribir aytganini qilmas ekan. Keyin bir haftadan keyin telefon bo'lib qoldi, dugoning kasal bo'lib qoldi deb, hali dugonasinikiga boribdi. Ayol kishi ko'rgan, kasal bo'ldi. Boribdi-da, qarasa, o'tirib suhbat qilib o'tirsa, shomga azon aytilib qoldi. Keyin voy shomga azon aytildi desa, ko'chada o'ynayotgan o'g'li kiribdi, uyda dars qilayotgan qizi chiqibdi, onajon namoz o'qib olamizmi debdi. Keyin o'g'li imomlikka o'tibdi, hayitda namoz o'qishibdi. Bu ayol endi havas kelib ketgan. Qiz chiqyapti, namoz o'qib olaylik deb. Ko'chada o'ynab yurgan o'g'il azonni eshitib, namoz o'qib olaylik deyapti. Endi bola o'ynagiz kerakdi. Ha, sizlar birdaniga namozxon bo'lib qolganmiz. Yo'q, biz ham o'ynaganmiz vaqtda. Keyin haligi dugonasidan so'radi, dugona debdi, nimadir dorisi bormi buni debdi. Yo debdi, mehmon kelsa bolalari shunaqa qiladi. Men shunaqa qanday qilasan? Men qizimni urib ham o'qita olmayman, so'kitib ham. Yaxshi gapirib ham o'qita olmayman. Shunda haligi ayol aytdiki, men hech kimga aytmadim, senga aytaman. Erga tegishimdan oldin men Qur'onni tafsirini o'qib chiqdim. Bir sira o'qib chiqdim-da, shuni ichida Ibrohim alayhissalomning duosini o'qidim. Hozir men aytgan oyat tafsirida keladi. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a. Ey Xudo, meni va zurriyatimni shu erga tegmasidan oldin shu duoni boshlaganman. Hali erga tegganim yo'q. Ey Xudo, men ertaga oila qursam, menga farzand bersang, meni farzandlarimni ham solih qil, namoz o'qiydiganlardan. Erga tegdim, shu duoni to'xtatganim yo'q. Farzandli bo'ldim, shu duoni to'xtatganim yo'q. Umid qildim. Shu bo'lsa kerak. Hali ayol yig'lab oldi. Uyga keldida 5 vaqt namozda shu duoni qilishni boshladi. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal. Yig'lab Xudodan so'rab, ey Xudo, meni ham bolalarim namozxon bo'lib qolsin. Bir oy o'tmabdi-da, qoraka eshik taqillarmishda kechasi. Qo'rqib ketibdi. Kiramiz. Ha, oyijon, men ha tishdingmi, mazangmi? Yo'q, turing tahajjud o'qib oling. Tahajjud farz emas. Tahajjud erkaklarning namozi. Payg'ambarimiz aytganlar, tungi namoz erkaklarning namozi, mardlarning, rijollarning namozi. Nimaga desa, uyquga qoch deb turishlik bu erkakning ishida, hammamiz qila olmaymiz. Lekin onaning duosini sharofatidan bomdod emas hali tahajjudga turg'izadigan bo'lib talay qizcha. Hayotini aytib beryapti. Ixlos kerak, muhabbat kerak, duo kerak. Shunda bolangiz yo'q. Shuning uchun ayollar shirin gapirish bilan bir qatorda, erkaklar bolasini namoz o'qidish bilan bir qatorda tinimsiz duo ham qilib turish kerak. Ana shundagina bolangiz inshaalloh namozga muhabbatli bo'ladi. Alloh hammamizni farzandlarimizni o'zimizga imomlikka o'taydigan, ada namoz o'qib olamizmi? Oyim namoz vaqti chiqib ketmasin deydigan bolalardan bo'lishni Alloh nasib qilsin. Kuyovning dindorligini qanaqa tekshirish mumkin debdi. Kelajakda kuyovning dindorligini qanaqa tekshirish? Men kecha bitta narsani o'qib qoyil qoldim. Musulmon yurtlardan birida, endi bizda O'zbekistonda urf boshqa. Kuyov tomon boradi, kelinga sovchi bo'lib, to'g'rimi? Va kuyov tomon borar ekan, o'sha ayollar bo'ladi bizda. Hech qanaqa uylanadigan yigit eshik taqillatib, bo'lajak qaynota assalomu alaykum, qizingiz bo'lsa tepib yuboradi bizda. To'g'rimi? Bizda juda uyat hisoblanadi endi. Masalan, kuyov bo'lsangiz ham uyalasiz, kirganda gaplashgan. Xususan Misrda qudachilik xotirlardan bo'lmaydi. To'g'ri kuyov o'zi bor. Bersa beradi, bermasa qaytib ketib xafa bo'lish yo'q. Eshik taqiladi, Ahmadman, Mahmudman, qizingizni qo'lini so'rab keldi. Rozi bo'lsangiz uylanaman. Ko'radi, tekshiradi, xabarga qaraydi. Rozi bo'lsa beradi. Unisi yo'q, uka, rahmat, qizim so'rab kelsan, lekin bir joyga berib qo'ydik yoki birovga, falonga va'da qilganmansa qaytib ketaveradi. Kelibdi-da shunaqa eshikni taqillatib, bitta eshitmadi. Kelibdi-da, keyin o'tirgan ekan. Keling desa, shu qizingizni qo'lini so'rab keldim desa. O'g'lim deb bitta savolim bor. Sizlar mahallalardagi masjidda bomdod namoz nechta o'qilyapti desa, uni bilmas ekanman dedi. Sizga beradigan qizim yo'q debdi. Ko'rdingizmi? Sen bomdod o'qimas ekansan. Bitta savolni hal bo'ldi emas. Ha? Bitta savolni hal bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa savol kerak. Bo'ldi. Siz namoz o'qiysizmi deganda u hadib qo'yish mumkin edi. Bunga yaxshilik qilyapti, vaqtini olmayapti. Shunday. Endi uchinchi masala borda. Siz hozir uni o'ylab qolsiz. Ota qizini o'sha
tanlab beryapti-da. Shunda keyin yonidagi nimaga unaqa so'radingiz deganda, "Ay, ishing nima, qayerda ishlaysan? Qayerda turasan? Otang kim, onang kim demadingiz-a?" deganda, ular keyingi daraja debdilar. Ibodatli qizga, yigitga qizimni hadya qilib yuboraman debdilar. Shuning uchun hozir kuyovni qanday tanlash kerak debdilar. Tanlashda shu tomonlarga e'tiborga olinadi. Endi u anjomga xos u. Biz uni masalan Qur'on yodlamaganga qizingizni bermang demaymiz, chunki hamma Qur'onni bilmaydi. Mana shu joyda ham ozgina had chegara kerak. Men yaqinda bir oilada shu janjal bo'ldi-da. Hatto gapirdim, jumalarda ham gapirdim. To'y kelishib bo'lingan, hammasi yaxshi bo'lyapti, hali to'y bo'lgan yo'q. Kuyov kelsa, domla bilan nikoh o'qigani borsa, u o'zicha avliyo eganda u oila. Qizni akasi kiribdi. Kiribdi-da. Ya. Keyin kuyovni qizi akasi avliyo. Yosinni bilasizmi dedi kuyovga. Yo'q, men polvonlarni bilar ekan, Yosin bilmas ekan dedi. Yo'q, bilmayman. Debdi, unda sizga seni beramayman. Gapni shu. Yosinni bilish shart emas-da, uylanish uchun. Bilsa fazilat, bilmasa, bo'lmasa boshida aytish kerak-da sovchilikka. Men qizimni qoriga beraman deydi. Hamma narsa bo'lgan, potaxa bo'lgan, avliyo nikoh o'qish kerak. Domla aytadi, to'g'dirib qoldim deydi. Tep formadingmi dedim. Sen men nikohni sharti ikkita. Ijob qabul, qiz rozi bo'lishi, kuyovni rozi bo'lishi, shuni kar, ko'r, soqov, jinni yoki mast bo'lmagan ikkita guvoh eshitish kerak. Ikkita erkak yoki bitta erkak, ikkita ayol bo'lishi kerak. Shu nikoh shart. Nikohda sharti qori bo'lsin degan joyi yo'q. Nikoh shartida Yosinni bilish kerak degan shart yo'q. Agar qizini olimga bermoqchi bo'lsa, sovchi bo'lib kelganda o'zi bilish kerak. Shuning uchun bunda ham had bo'lish kerak. Men yaqinda o'sha jumalarda aytib berdim, mahar masalasida biroz ayollarimiz haddan oshishni boshlagan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida muammo bo'lgan o'zi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Men uylanmayapsan, siz mahar ko'p so'rayapti, uylanolmayapman" deganlar. Shunda "Men qiynayapsizlar" deganlar. Kimta ayol turib, "Ey Umar, Xudo mahar cheklamagan, sen cheklaysanmi?" degan. Ya'ni tek chekiz yo'q-da, ya'ni 100 ming so'rash mumkin, 1 million so'rash mumkin, lekin uni so'rashi ham insof bo'lish kerak. Masalan, oddiy ishchiga menga 1 kilo tilla berasan, umrni oxirigacha ham bera olmaydi. Nima qiladi? Xotinsiz o'tadimi? Toshkentda, xosatan O'zbekistonda hamma yoqda emas, Toshkentda shu narsa sal urchib qoldi. Mosha olib bersan, gelik emas. Gelik endi u ahmoqlarning ishi u, hali bitta ikkita videoga chiqib qolib, "Men gelik so'radim" deyapti. U reklama, u like bosib shu aytilgan gap u. Lekin men nechta nikoh o'qidim, oxirida ko'pchilik kelinlar menga mosha olib bersin deyapti. Kelinlar gapimiz cho'zilib ketmasin, tarovih ham bor. Bu borada gapiradigan gapim ko'p-ku. Qanaqa shartlar qo'yish mumkin? Hech qanaqa shart qo'ymang. Yoqsa erga teging bo'ldi. Bu shartni keyin shartni berib qolib ketadi ko'p. Potensial bo'lajak kuyov bilan nikohni oldin muloqotga bo'ladi. Bo'ladi, erga tegishdan oldin qiz bilan kuyov uchrashsa bo'ladi, faqat mahramlar asosida bo'lish kerak. Ya'ni yolg'iz ikkovi marojni yegan ketish kerak emas. Restoran ketib qolish kerak emas. Kuyov yangasi bilan chiqish kerak, kelin ammasi bilan chiqish kerak. Har 3-4 metr naryoqda ikkovini gaplashib ruxsat berish kerak. Lekin mana ular ko'rib tursin. Shuni gaplashgan, mayli gaplashaversin. Stolda o'tirib gaplashadimi, tikka turib suvda olib gaplashadimi, u qizig'i yo'q. Lekin mana ulardan sal uzoqroq turish kerak. Yolg'iz ketib qolmaslik kerak. Chunki kuyov aytadi, "Meni aybim bor, men yolg'on gapiraman" deydi. Kuyov kelin aytadi, "Men ovqat pishirish bilmayman", shuni gapirib olish kerak-da bir-biriga. Nikoh o'qiyapman. O'zi aslida bizning millatdagi ayollar kabi hayolisi juda kam. Maharda haqqi bor so'rashga nikohda, lekin bizda hech so'ramaydi. Mayli hech narsa bermasalar ham mayli deydi bechoralarda. Haqqi bor. Bu kuyovlar ham ba'zida uzuk berdim deb qo'yadi. $200 uzuk olib beradi, bo'ldi.
O'sha vaqtda men aytaman, "Yo'q, sen unaqa pastlik qilma. To'yingga ana Mercedeslarni gaplashib qo'ygansan. $3000 to'yxona gaplashgansan, $5000 stol gaplashgansan, kelinga mahrga $200 berasan. Nomardlik bu", deyman men. Uni kelinni oldida aytmayman, o'zim chaqirib olib aytaman. So'rayman, "Mahrga berdingmi yo endi berasan?" Men aytib olaman, uni kelinni oldida aytmayman. Chunki kelin bechoralar so'rolmaydi. So'rolmasligini yana bitta katta sababi bor. Nima bilasizmi? Mabodo so'rab qolsa, to'ydan keyin qaynona keyin qon ichadi. "Sen deydi, men o'g'limdan mahrga bunaqa so'rabsanmi? Men keldik baqa" deydi. Shuning uchun bechoralar so'ralmaydi. Lekin hozir shu hayo biroz ko'tarilib qolyapti. Tuppa tuzuk o'tiribdi. O'zi aslida mahrni kelindan nima so'raysa, yangasi sekin aytadi. "Kuyov bolamiz bir taqinchoq olib bersalar" deydi. Ana shu hayo yaxshida bu endi. Yanga o'tiribdi. Kelin ro'molda, zamonaviy emas, ya'ni qaysi ma'noda dindan uzoqda emas. "Ha, men mahr so'rayman" dedi. "Ha", dedi. "Nima so'raysiz?" "Menga" dedi, "Malibu olib bersin." Keyin nima qilasiz dedim, keyin jahlim chiqdi. "Haydayman" dedi. "Sizni hali yerga tegmasdan, u xonadonga bormasdan mashina minmoqsiz. Uyat emasmi bu gap?" dedi. Bu kuyovga uyatda endi bizda. Masalan, ertaga mahrga nima so'rasa, Malibu so'rasa, "Hep o'lay" deydi. "Qanaqa xotin topding sen?" deydi. "Halitdan mashina minaman" deydi. Ertaga boshqa narsa deydi. Samolyot so'rasa, haqqi bor ayollarda. Samolyot minsin, haqqi bor ayollar. Lekin bunaqa emas-da. U Qozog'istonda bo'ldi voqealar asosan o'sha mashina so'rash, keyin bizga o'tdi-da. Qozog'istonda shu promoy so'ragan. Mahramga ana Toyota olib bersan, Gelega olib bersan deyish, keyin bizga o'tib qolishmiz. Keyin kelinga tushuntirdim. Siz Malibu emas, boshqa narsa so'rashga ham haqqingiz bor, lekin buni bugun so'ramang-da bunday. Erga tegib oling, oila quring, farzandli bo'ling. Keyin imkoniyat bo'lsa, eringizga adasi, siz qiynalib ketdingiz, ishingiz ko'p, bolalar bog'chaga olib borishga maktab mashina oling, bu boshqa gap. Avvalambor mingulik qilmasa ayollarning mashina. Eri olib yursin, malika qilib. Ayollarga ish qolmasin. U mashina minish havas emas. Begona erkak ne qaraydi mashina mingan ayolga. Minayotgan mashinasiga qaraydi, o'ziga qaraydi. Amerikada mana shu muammo ekan. Qoraga deydi, ayolga mashina olib bermasak, problema, olib bersak deydi, hatto ko'zimiz oldida deydi, ba'zilar gap o'tib ketyapti deydi. Zo'r mashina minib olganiga deydi. O kenay mashina zo'ru deyapti deydi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun avvalo biz ayollarni ehtirom qilamiz. Ayollarimiz biz olib beramiz, xo'jayin qilib orqada oynasini qora qilib, begonaga nazar tushmaydigan olib beramiz. Shuning uchun u mahrda so'rayman deb xohlagan narsasini so'rash bu noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatda mustahkam qilsin. Hali biz shu yerdamiz. Hamma to'ratib kelamiz, qoragan davom etadi. To'ratib kelguncha ketib qoladi. Mana shunaqa har kun inshaalloh savol javob qiltirsak, ancha olim bo'lib qolasizlar. Faqat fatvo berib bo'lmaydi. Bizga ish qolmaydi. U ma'noda emas. Shariatda hamma gapirmasin desa, bitta avliyo chiqib nima dermish? Nima monopoliya qilyapsizlar? Monopoliya emas, masjidda sizlarga savolga javob berishlik bizni yo jannat yo do'zaxga tushiradigan ish. Unutmanglar. Bu bir inson o'ylab topgan qonun emas, bu Allohning shariati. Agar noto'g'ri yetkazib qo'ysak, ketdi, sizlar qutulasizlar, domla aytdi. Ertaga hisob-kitob bizda bo'ladi. Shuning uchun dinni bilgan odam gapirish kerak. Xohlaganini gapirib chiqib ketib bo'lmaslik kerak. Tez patatlar. Yo, vojibga kiradi. Mahrsiz ham nikoh bo'laveradi. Lekin erkakning burchi. Hatto shunaqa hadislar borki, bu dunyoda mahr berilmasa, qiyomatda endi bola, chaqa degan narsa yo'q. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ham qo'ydi. Qiyomatda buni otam, onam, bolam demaydi. Hamma jannatga kirish kerak. Shuna vaqtda xotirlar aytar ekan. Nima haqqing qolib ketsa, sen yerim mahr bermagan. O'tda endi tillo bera olmaysiz. Mahr nima? Faqat savob berish. Shuning uchun shu dunyoda qutuladi. Bering, endi so'rang. Mana mahr bor ekan, nima olib beray deb so'rang. Nima olib beray deb so'rang. Ayolingiz masalan bir taqinchoq so'rasa, yo bir pul bering desa, bersangiz bo'ladi. Aytilmagan. Agar qarang, yana bir narsa bor. Urf bor O'zbekistonda, harobda bo'layapti. Qalin puli bor, sut puli bor, yana ko'pmas. U mahrga o'tmaydi. Mahr alohida erkak beradigan mulk u.
qalin puli, sut puli u mahrga o'tmaydi. U urf. Mahr urf emas, mahr shariat. Biza mabodo ichinglarda shu to'y endi maylida o'tib ketgan shunaqa narsalar unutilgan bilmagan bugun borib ayollardan so'raydi. Keyin mahrni kuni yo'q uka. Bugun olib berasan, erta olib berasan yo'q. Er qachon topib shu so'ralgan narsani 1 yilda olib beradimi, 5 oyda olib beradimi, olib bersa qutuladi. O'lib qolguncha olib berish kerak. Agar adasi men roziman desa qutulasiz. Lekin zabastovka qilmaslik kerak. Hali rozi bo'lib qo'yaqa deyish kerak emas. Majbur qilinmaslik kerak. Biz oxiri siz bilan shu. Masalan, payg'ambarlarning avlodlari payg'ambar bo'ladi deyishadi-da. Ba'zilaridan shunday eshitganmiz. O'zi shu narsa to'g'rimi? Masalan, Nuh alayhissalomga qaraladigan bo'lsa, shuni farzandlari iymon keltirmagan insonlar bo'lgan. Shuni qanday tushunishimiz kerak? Sizga kim aytdi payg'ambar bo'lasiz, payg'ambar? Hozir kimligini aytsam baloga qolaman-da. Yo'q, payg'ambarlarning zurriyatidan payg'ambar chiqqan. Lekin buni payg'ambarning zurriyati hammasi deganimiz Nuh alayhissalomning qissasi shu ibratda. Bu qoragan odam. Nuh alayhissalom payg'ambar, o'g'li itoat qilmayapti. Iymon keltirmayapti. Iymon masalasi bizning qo'limizda emas, Allohning qo'lida. Biz da'vat qilamiz. Bir qoragan 4 ta o'g'li bor ekanda, 3tasi alloma chiqdi, bittasi shayton chiqdi. Shunaqa endi bir ahvomi, shunaqa bir endi qamagani yo'q ekanda endi. Kunda kun orab melsaga tushar ekan. Bitta shu sal Mahmadan alog'i ehsonda o'tirib qoraga bir savolim bor debdi. Bo'lmayapti bermasam debdi-da. Bu savol endi jamoat ichida berilgan savol emasdi. Ha bering debdi. Siz 4 ta o'g'lingiz bor, hamma yoqda amr ma'ruf yurasiz. 3 ta o'g'lingiz o'zingizni yo'lingizdan ketdi, bittasi qori, bittasi olim, bittasi u. Ha, shu 4-inchisi shaytonda. Umuman shariatga zid ish qiladi. Mana unaqa debdi-da. Endi savol berilibdi endi. To'g'rimi? O'ziga bersa bo'ladi chekiga. Unda ham xijolatchilik. Bu jamoat ichida so'ragan. Keyin qoraga ham, endi qorakalarda so'z doim til uchida turadi. Nasıl bilgisi kelyaptimi debdi. Yani uni maqsadi domlarni uyaltirishda. Maqsad meni ham bolam shunaqa bo'lib qolmasin emas. Domlarning tilini qisqa qilish. Shuni rosa bilgisi kelyaptimi? Ha bilgim kelyapti. Sizdaqa harom halish bilmaydigan odamning ehsoniga borgan kun o'sha bola bo'lgan debdi. Sizga o'xshagan odam uyga chaqirgan, xudoy qilib haromdan ovqat qo'ygan, shuni yeb qo'yganman, shu kuni o'sha bola bo'lgan debdi. Shu odam chiqib ketdi xudoydan. Shuning uchun ahli ilmlarning ham farzandlarida ba'zida shunaqa chatag'i chiqib qolishi mumkin. Axlatxonadan lola o'sishi mumkinmi? Mumkin. Axlatxona-ku, lekin lola chiqadi. Buni aksi ham bo'lishi mumkin. Lola zotdan semizot chiqishi mumkinmi? Tikon chiqishi mumkinmi? Bo'ldi. Payg'ambar chiqmaydi endi, bo'ldi.